Bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga endigina 6 oy bo'ldi. Erim uzoqda. U bilan to'yimizdan keyin 3 oygina yashash nasib etdi. Ishlari orqaga ketib, katta qarzga botgach, chetga chiqib ishlab kelmasam bo'lmaydi. Sen onam va akam bilan turib tur deb yo'lga otlandi. Ketganiga ham 3 oy bo'ldi. Bir oy har kuni telefon qildi, keyin kunora, hozir esa haftada bir marta zo'rg'a gaplashamiz. Ahvolim yaxshi, ishlayapman derdi. Lekin ovozi hamgin eshitilardi. Shunday qilib bu katta huvillab yotgan uyda 3 kishi qoldik. Men 20 yoshli kelinchak. 50 ni qoralab qolgan qaynonam va qaynakam. Qaynotamni hech ko'rmaganman. Erim aytishicha ular 10 yil avval yurak xurujidan vafot etgan ekanlar. Qaynonam shundan beri bu katta hovliga o'zi egalik qilar. Bolalarni qattiq nazoratda ushlardi. Uyimizda mendan oldin ham kelin yashagan. Katta kelin. Qaynakamning xotini. Men kelishimdan 4 oy avval u o'zini osib qo'ygan ekan. Bu haqda menga hech kim aniq bir narsa aytmagan. To'ydan oldin sovchilar kelganda. Kattasining baxti kulmadi, xotini kasalmand edi. Vafot etdi deyishgandi. Bu uyga kelgach qoni qo'shnilardan har xil gap eshitdim. Birovlar o'zini osdi desa, boshqasi tomdan yiqilib tushgan derdi. Qaynonamdan bu haqda so'rashga qo'rqardim. U kelinini nomini tilga olishni yoqtirmasdi. Bir marta ovqatlanib o'tirganimizda bilmay o'ksinim haqida so'rabman. Qaynonamning yuzi birdan oqarib ketdi. Qo'lidagi qoshiqni dasturxonga sharaqlatib qo'yib menga sovuq tikildi. Uning nomini bu uyda boshqa tilga olma kelin. Jinniligi bor edi. O'ziga o'zi qildi dedi. Va o'rnidan turib ketdi. Qaynakam esa u juda boshqacha odam edi. Gavdasi polvonlardek, ammo ko'zlari doim bir nuqtaga tikilib turardi. Kam gap odamovi. Ko'pincha oshxonasiga kirib olib soatlab chiqmasdi. Lekin ba'zan uning nigohini o'zimda his qilardim. Oshxonada ovqat qilayotganimda, hovlini supurayotganimda orqamdan tikilib turganini sezardim. O'girilib qaraganimda esa u shoshgancha ko'zini olib qochardi. Eng boshqacha jihati shunda ediki, u hali ham onasi bilan yosh boladek gaplashardi. Kechki ovqatdan keyin qaynakam onasining yoniga o'tirib olardi. Qaynonam uning boshini silab, sochlarini o'ynardi. Ba'zan esa qaynakam onasining oyoqlarini uqalab o'tirardi. Bu holat menga juda erish tuyulardi. Lekin onasi ku deb o'zimni ovutardim. Qaynonamning menga munosabati yomon emasdi. Lekin mehr ham yo'q edi. Faqat buyruq berardi. Uni qil, buni qil. Erim bilan gaplashib bo'lganimdan keyin doim so'rardi. Pul jo'natmasmikin? Qarzlari bo'ynimizda turibdi. Kunlar o'tgani sari bu uydagi vaziyat meni tobora siqib qo'yardi. O'sha mashhum kecha. Yarim tunda chanqab uyg'ondim. Tomog'im qurib olib bo'lib yonardi. Xonamdan chiqib oshxona tomon yurdim. Odatda kechasi hamma oshxonasiga kirib yotardi. Qaynonamning xonasi yonidan o'tayotganimda bir narsani payqadim. Uning eshigi odatda yopiq turardi. Lekin bu safar qiya ochiq qolibdi. Joyimda to'xtab qoldim. Nega eshik ochiq? Balki havosi dimiqib ochib qo'ygandir. Lekin u hech qachon bunday qilmasdi. U ayol o'ta ehtiyotkor edi. Qandaydir bir yovuz kuch meni eshik tomonga tortayotgandek edi. Yuragim gup-gup urardi. Men sekin eshikka yaqinlashdim. Ichkaridan ovoz kelardi. Past pichirlagan ovoz. Yo'q, bu oddiy pichir-pichir emasdi. Bu erkalash, nozlanish ovozi edi. Qaynonamning ovozi. Ammo men uni umuman boshqa ohangda eshitayotgandim. U yosh qizdek nozlanib ingranardi. Sovuq ter bosib ketdi. Qaynonam xonasida kim bilan gaplashyapti? Nima bo'lyapti o'zi? Titrab, qo'rqqanimcha eshikka yaqinlashdim. O'zimni to'xtata olmadim. Ichimda nimadir qarama. Ket deb baqirardi. Lekin vujudim bo'ysunmasdi. Xonaga derazadan xira nur tushib turardi. Dastlab hech narsani anglamadim. Faqat to'shakka qaradim.
Va keyin uni ko'rdim. Qaynonamning oppoq uzun sochlari yostiqda to'zg'ib yotardi. U yalang'och edi. Deraza nuri uning oqargan tanasini xira yoritib turardi. U yolg'iz emasdi. Uning ustida keng baquvvat yelkalar. Bu qaynakam edi. Qotib qoldim. Ko'zlarimga ishonmadim. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. Ko'rayotgan narsam shu qadar jirkanch, shu qadar dahshatli ediki, miyam uni qabul qilishdan bosh tortardi. Qaynakam onasining bag'rida, qaynonam esa uning yelkasidan mahkam quchoqlab olgandi. O'sha paytda miyamga bir fikr chaqmoqdek urildi. Katta kelin, ovsinim, u jinniga aylanmagan. U bekorga og'zini osmagan. U ham buni ko'rgan. Menga o'xshab yarim kechasi chiqqan va shu manzaraga guvoh bo'lgan. Bechora nima qilishini bilmagan. Balki dod solgandir. Balki qaynakamga yopishgandir. Qo'rquvdan butun vujudim muzlab qoldi. Orqamga qanday tisarilganimni bilmayman. Oyoq ostimdagi eski yog'och pol xichirlab ketdi. O'sha zahoti xonadan ovoz keldi. Kim bor bu yerda? Bu qaynakamning ovozi edi. Men qotib qolgandim. Qimirlay olmadim. Ichkarida nimadir taraqladi. Kimdir shoshib o'rnidan turayotgandi. O'zimga keldim. Bor kuchim bilan orqamga o'girilib oshxonam tomon yugurdim. Eshikni yopib nafasim yetmay eshikka suyanib qoldim. Yo'lakda qadam tovushlari eshitildi. Qaynakamning qadamlari. Ular to'g'ri mening eshigim oldiga kelib to'xtadi. Men nafas olishdan ham qo'rqib turardim. Eshik tirqishidan uning soyasini ko'rdim. U eshigim ortida jim turardi. Shu yerdaligimni bilardi. U polning xichirlaganini eshitgandi. Bir daqiqa o'tdi. U go'yo men nima qilishimni kutib turgandek edi. Keyin eshik dastasini sekin ushladi. U eshikni ochishga harakat qilardi. Lekin men eshikni qulflab olgandim. So'ngra qaynonam ham keldi. Ular eshigim ortida turib olishgandi. Ular pichir-pichir bir narsalar deyishardi. Keyin qadam tovushlari uzoqlashdi. Men esa eshikka suyangancha o'tirib qoldim. Butun vujudim qaltirardi. Men tuzoqqa tushgandim. Dahshatli tuzoqqa. Endi men nima qilaman? Erim uzoqda. Unga telefon qilib onangiz bilan akangiz shu ishni qildi deya olamanmi? U menga ishonadimi? Yoki meni ham aqldan ozganga chiqarishadimi?